Obunachilar 586 kvadratli noturar obyektimiz sotuvda. Ishlab turgan biznes Yulisda joylashgan. Orientir kelayotgan bo'lsak, Vatanparvar bog'i, Gorset, Dusli shundagina Yulisda joylashgan. Ikkita taraflama ko'cha, stenka ham joylar mavjud. Podvallarning отдельный ham joy kiritgan joylar qilib qo'yilgan ekan. Xo'p, birgalikda ko'ramiz. Kirishimizdan to'g'ridan приемный kassam joylashgan. Zal ham qilib qo'yishgan, konditsionerlar, televizorlar. Xo'p. Bu tarafimizga palatalar, vrachlar xonasi, odam borligi uchun tushirmadik. Xo'p. Tayyor. Hammasi konditsioner, jihozlar, meditsinskiy jihozlar. Hammasi bu tarafga dushovoy, sanuzel. Arqa tarafga ham eshik romlar qo'yib bitirgan ekan. Xo'p. Past qismlarni ko'ramiz. Pastki qismi polni laboratoriya ekan. Hamma jihozlari bor, zamonaviy jihozlari. Xo'p. Bu tarafga laboratoriya. Ishlab turgan biznes. Bu tarafga ham yana katta laboratoriyasi bor ekan. To'rtta xona laboratoriyasi. Xo'p. Tarafga katta xona. Sanuzel. Rahbarning xonasi ekan. Video kameralar o'rnatilgan. Mana ko'rib turasiz. Nima ish bo'libdi? Konditsionerlar bor. Bu tarafimizga yana bir nima xona bor ekan, nima xona bo'lsa. Xo'p. Bu tarafimizga katta xona. Mana ikkita vrachlar yig'ilishini o'tkazsa bo'lagan. To'g'ridan katta xonamiz bor ekan. Xo'p, ikkinchi qismi kutish zali. Tarafimizga kardiologiya xonasi ekan. Odamlar bor uchun syomka qilmadik. Xo'p. Tarafga uziyaga, jihozlari hammasi tayyor turibdi. Bu tarafimizga lechini olayotgan xonalar, zavodlar hammasi o'rnatilgan. Bu tarafimizga xonalar bor ekan. Bu yerga lechini olayotgan xonasi. Hamma jihozlar bor, televizorlar o'rnatilgan. Bu obyektimiz 586 kvadratdan iborat, 16 ta xona, tayyor biznes. Kvadratni $450 dan gaplashib qo'ydik. Xohlasanglar jihozlar bilan gaplashib olsanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar ijara qilib olsanglar ham bo'ladi. Bu videoni klinika ochaman, отдельно chiqib ketaman degan doktor akalarimizga jo'natib qo'yasizlar. Real qilib beriladi, pastda nima olib chiqib ko'rasizlar.